Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun bir qism qarindoshlarning talabiga asosan vitamin dorilari bizni sog'lom qila olamdi degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishni umid qilaman. Hammamiz bilgandek, har xil vitaminlar va mineral moddalar bizning sog'lomligimizda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Ularning har qandaq biri kam bo'lsa, salomatligimizga bevosita va vositali holda ig'ir ta'sir ko'rsatadi. Undaqda ko'p xil vitamin dorilarini qarg'ularcha iste'mol qilish bizni sog'lom qila olamdi. Bu uzundan buyon talash-tortish bo'lib kelayotgan, biroq aniq bir javob berilmagan savol bo'lib, shu sababdan nurg'un kishilar qarg'ularcha mushu vitamin yesak biz sog'lom bo'lamiz degan bir uqumga ega bo'lgan. Amaliyotda bo'lsa badanimizningki bu vitamin moddasiga va yoki boshqa mineral moddalarga bo'lgan ehtiyoji nihoyatda oz bo'lganlikdan biz normalda kundalik yemakliklarimiz orqali bu badanimiz zarur bo'lgan vitaminlarga va har xil moddalarga yetarlik erisha olamiz. Undaq ekan bizningki kundalik mushu tamog'imizdan erishgan vitaminlarning sirtida, ya'ni vitamin dorilarini va yoki mineral moddadan yasalgan dorilarni iste'mol qilish orqali bizningki sog'lomligimizga kafolat qilishimiz yoki sog'lom yashashga ega bo'lishimiz natayin. Undaqda bu haqda mutaxassislar nima deb qaraydi? Nima uchun? Shundaq bo'lsa, nima uchun ya'ni nurg'un kishilar bu xil vitaminlarni mush kundalik iste'molining bir qismiga aylantirib olgan. Bu haqda men tövanda o'zimningki izlanganlarni sizlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi. Amerikada nashrda chiqadigan mushu ichki kasalliklar yilnomasi jurnalininki 2013-yildagi sonida mundaq bir maqola e'lon qilingan. Ya'ni yetarlik. Bu mushu vitamin va mineral moddalarga pul isrof qilishni to'xtating degan bir temada bo'lib, buningda asosliqi mushu vitamin va mineral moddalarni iste'mol qilishninki hech qanday amaliy ahamiyati, zaruriyati yo'qligi, uninki butunlay pul isrofchilik ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Amerikada eng dangliq universitetlardan biri bo'lgan John Hopkins universitetininki mutaxassislari bu vaqtda nima deydi degan vaqtida bu temada ko'rayotganinglardagidek bu ko'p xil vitaminninki odamga haqiqatan foydasi bormi degan savolni qo'yish orqali buningda Amerikada yana nurg'un kishilarninki bu shu ko'p xil vitaminlarni iste'mol qilganligi, buningdan 12 milliard dollar, ya'ni yiliga 12 milliard dollar kirim bo'lganligini o'tirib qo'yish orqali buningki butunlay bir pul isrofchilik ekanligi, ya'ni insonlarninki normalda ko'p xil vitaminlarga mushu sog'lom yemakliklarni iste'mol qilish orqali, ya'ni kundalik iste'mol qilgan yemakliklar orqali tamoman yetarlik erishgili bo'ladiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Yani bu John Hopkins Universiteti'ndeki tadqiqotchilari ilib borgan tadqiqotda shu 450 ming odamninki shu ko'p xil vitamin iste'mol qilishdan keyingi ahvolini tekshirgan vaqtida ularninki bu ko'p xil vitaminninki yurak kasali va rak kasalininki oldini olishda hech qanday bir
roli yo'qligi bayqalgan. Ya'ni 450 ming kishi, bu nihoyatda ko'p sondagi odam bo'lib, mushlarda ilib borgan tekshirishda bu ko'p xil vitaminninki nazariyada degandagidek undaq yurak kasali yoki rak kasalining oldini olishga foydasi bor degandek hech qanday bir amaliy asos yo'q ekanligi bayqalgan. Uningdan boshqa yana boshqa bir tadqiqotda mushu 5947 odamga ilib berilgan 12 yillik tadqiqot jarayonidan kelib chiqqan xulosasiga, natijaga asoslangan vaqtida ko'p xil vitaminninki hech qanday mushu ro'yi sog'lomlik, ya'ni misolanga mushu asl saqlash qobiliyatini yaxshilash yoki bo'lmasa mushu tafakkurni yaxshilash degandagidek hech qanday roli yo'qligi, u jihatda hech qanday rolining yo'qligining, ahamiyatining yo'qligi bayqalgan. Bu 12 yillik tadqiqot natijasidan chiqarilgan bir natija. Uningdan boshqa yana bir 1708 mushu yurak kasaliga giribtor bo'lgan kishilarning tadqiqot qilish orqali chiqarilgan natijada bu tadqiqotma 55 oy davom qilgan bo'lib, mushu yurak kasaliniki qo'zg'alishi yoki mushu yurak kasaliga munosabatli ba'zi narsalarda, ba'zi tadqiqotlarda hech qanday bir farqliq, ya'ni yolg'on dori berilgan bilan mushu ko'p xil vitamin berilgan guruh orasida alohida bir farqniki yo'qligi bayqalgan. Yuqorqi tadqiqotlarninki natijasiga asoslangan vaqtida ko'p xil vitaminninki yurak kasali, ya'ni mushu rak kasali yoki asl saqlash qobiliyati degandagidek bu xil mushu ahvollarninki oldini olishda yoki yaxshilashda hech qanday ahamiyati yo'q ekanligi bayqalgan. Uningdan boshqa, anandan keyin mushu vitamin E yoki vitamin A, ya'ni mushu sabza moddasi deb atalgan beta karotin mushu dorilarninki haddidan ziyoda iste'mol qilgan vaqtida nihoyatda ziyonli ekanligi oshkorlangan. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida bizningki bu asli sog'lomligimizga foyda qildi deb bu iste'mol qilgan vitamin dorilarninki hatto foyda qilish u yoqda tursin, ziyon elib keladiganligi bayqalgan tadqiqot natijalariga tadqiqot natijalarininki natijasida shundoq yakun chiqarilgan. Undaqda bu masalaga nisbatan Harvard universiteti, ya'ni Amerikadagi yana bir dangliq, ya'ni dunyoga dangliq bo'lgan Harvard universitetiniki mutaxassislari bu masalaga qanday qaraydi degan vaqtida ularningmi bu dorilarni normal iste'mol qilishninki alohida zaruriyati yo'qligi, ya'ni imkon bor mushu oldi bilan sog'lom oziqlanish orqali bu moddalarga erishishninki nihoyatda yaxshi usul ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Ya'ni bularning yakunimi ko'p xil vitaminni normal iste'mol qilish hargiz bizni texmi sog'lom qilmaydi degan bilan bo'lib, ularmi asosliqi mushu yemakliklar orqali, normal sog'lom yemakliklar orqali odam badaniga ehtiyoji bo'lgan vitamin va mineral moddalarni to'liqlasa eng yaxshi bo'ladiganligini o'tirib qo'ygan. Amerikadagi yana bir dangliq mushu doktorxona bo'lgan Mayo Klinikninki bu mutaxassislar nima deydi degan vaqtida bu vitamin mushu dorilarni iste'mol qilgan vaqtida nihoyatda ehtiyot qilish kerak. Agarda bu qarg'ularcha
iste'mol qilgan vaqtida hatto ba'zi ziyon kelib chiqishi mumkin. Shunga eng yaxshisi buni shu sog'lomlik mutaxassislarniki maslahatini ilib, zarur bo'lganda iste'mol qilish kerak, bo'lmasa iste'mol qilmaslik kerak degan taklifni bergan. Boshqa munosabatlik mutaxassislarmi mushu hozirgi mushu insonlarningki vitamin dorilarga haddidan ziyoda tayinib ketganligi, ularningki butunlay pul isrofchiligi, hatto ba'zilarininki odam badaniga ziyon ilib keladiganligini o'tirib qo'yish orqali insonlarni sog'lom yashash maqsadiga yetish uchun eng yaxshisi mushu tabiiy ozuqliqlardan erishishning zo'r ekanligi, u tabiiy ozuqliqlardan erishgan vitaminlarga alohida ahamiyat bermay, mushu dorilarga bak tayinib olgan vaqtida ba'zi yomon oqibatlarningki kelib chiqadiganligi ni o'tirib qo'yish orqali buningmi mushu sog'lom yashashningki kapolati emas ekanligi, ya'ni vitamin dorilarningki sog'lom yashash kapolati emas ekanligini ta'kidlab o'tgan. Ama yuqori deb o'tgandagidek, bu vitamin dorilarni biz qarg'ulaç iste'mol qilgan vaqtida biz erishmoqchi bo'lgan unumga erisholmayla qolmasdan, balki aksincha ba'zi ziyonlarni keltirib chiqarishi mumkin. Misolan, mushu karotonin, beta karotonin, ya'ni vitamin A'ga o'xshash rolni o'ynaydigan bu dorini ko'p iste'mol qilgan vaqtida o'pka rakininki kelib chiqish xatirini yuqori ko'tarishi mumkin. Anandan keyin vitamin D'ni ehtiyojdan ortiq iste'mol qilgan vaqtida börekka tosh tushish kelib chiqishi mumkin. Anandan keyin vitamin E'ni ehtiyojdan ortiq iste'mol qilgan vaqtida mushu miyaga qon tushishini keltirib chiqarishi mumkin. Vitamin K'ni jiq iste'mol qilgan vaqtida bu mushu qon suyuladigan dorilarga qarshi ta'sir ko'rsatib, mushu qonninki uyushib qolishini keltirib chiqarishi, shu sababdan ba'zi qon tomirlarning to'silib qolishini keltirib chiqarishi mumkin. Hamda vitamin B'ni ehtiyojdan ortiq iste'mol qilgan vaqtida nervlar zaxmiga uchrab, mushu badanninki harakatiningki o'zaro moslashmasligini keltirib chiqarishi mumkin. Bu faqatla mushu vitaminni qarg'ulachi qalaymaqon iste'mol qilganda kelib chiqadigan bir qism oqibatlar. Bu haqda yana nurg'unlagan tadqiqotlar ilib berilayotgan bo'lib, hamda biz vitaminni qarg'ulacha iste'mol qilgan vaqtimizda erishmoqchi bo'lgan bu sog'lomlik unumiga erisholmayli qolmasdan ham pul isrofchilik bo'lishi mumkin, ham badanimizga biz umid qilmagan ziyonlarni ilib kelishi mumkin. Bulardan biz nima xulosaga erishalaymiz degan vaqtida badanning har xil vitaminlar va mineral moddalarga bo'lgan ehtiyoji nihoyatda tuvan, ya'ni nihoyatda oz bo'lib, biz kunda har xil yemekliklarni tekshir iste'mol qilish orqali ularga yetarlik erishalaymiz. Ya'ni badan yetarlik erishgili bo'ldi. Chunki garchi bu moddalar badanimizning sog'lomligiga, badanimizning normal funksiyasininki sog'lom yurishiga nihoyatda muhim bo'lsa-mu, lekin badanning uningga ehtiyoji bak yuqori emas. Ya'ni tonlab yeyishimizning, iste'mol qilishimizning hojati yo'q. Uningki badanga ehtiyojli qismi nihoyatda oz bo'lganligi uchun kundagi mushu normal yemekliklar orqali badan ehtiyojli bo'lgan vitamin va mineral moddalarga yetarlik erishalaymiz. Agar badanda har xil vitaminlar va mineral moddalar kam bo'lmasa, vitamin dorilarini iste'mol qilishning hech qanday foydasi yo'q. U butunlay pul isrofchilik. Aksincha biz erishmoqchi bo'lgan unumga erisholmayli qolmasdan, balki badanimizga ziyon ilib kelishi mumkin. Shunglashqa bu
vitamin dorilarini qarg'ularcha iste'mol qilmasligimiz, ya'ni uningga cho'qinish hosil bo'lmasligimiz, cho'qinish paydo bo'lmasligimiz, uni ehtiyojimizga qarab, ya'ni badanning ehtiyojimizga qarab zarur bo'lganda iste'mol qilishimiz nihoyatda muhim. Men oldin qitimqa bir leksiyada shu foydali va ziyonli to'g'risida bir leksiya so'zlagan bo'lib, uningdimi shu har qanday badanga ehtiyojliq zarur bo'lgan narsalarningki ehtiyojdan ishib ketgan vaqtida ziyon akildiganligi to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tgandim. Agar uni ko'rmagan qarindoshlar bo'lsa, ko'rib baqsa bo'ldi. Vitamin va mineral moddalardan yasalgan dorilarmi aynan badanning ehtiyojidan ishib ketgan vaqtida foydali emas, aksincha ziyonli. Shunga sog'lom yashaymiz deydiganmiz oldi bilan tabiiy usullarni, shu bizningki kundalik hayotimizdagi tabiiy usullarni qo'llanishimiz, doriga ortiqcha tayanib olmasligimiz nihoyatda muhim. Undaqda qandaq ahvol ostida vitamin dorilarini iste'mol qilish zarur? Birinchisi, badanda ma'lum vitamin yoki mineral modda kam bo'lganda va uni normal oziqlanish orqali to'liqlash imkon bo'lmaganda va yoki normal yemak-ichmak bilan to'liqlashga uzun vaqt ketadigan bo'lsa, u vaqtida vitamin dorilarini shu badanda kam qismi to'liqlanguncha iste'mol qilishga bo'ladi. Lekin uzun vaqt mushu meni cho'qim sog'lom qiladi degan qarash bilan uzun muddat iste'mol qilish u xato, u hargiz biz umid qilgan unumga erishtirmaydi. Ikkinchisi, yashanganlarning ishtahasininki tövallab ketishi sababidan kundalik tamoqqa ozlab ketganda yoki ba'zi yemekliklarni iste'mol qilish imkoniyati bo'lmagan vaqtida, u vaqtida shu iste'mol qilolmagan yemekliklarning tarkibida ko'p bo'ladigan vitaminlarni dori orqali iste'mol qilishga bo'ladi. Chunki yashanganda ishtay tövallab ketib, yetarli oziq iste'mol qilolmagan vaqtida yoki ma'lum oziqlarni faqat iste'mol qilish imkoniyati bo'lmagan vaqtida u yemekliklardan erishadigan vitaminlar yoki mineral moddalar badanning ehtiyojini qondira olmasligi mumkin. Bu xil ahvol ostida muvofiq shu xildagi vitamin dorilarini muvofiq iste'mol qilsa bo'ladi. Uchinchisi, badandagi ma'lum kasallik tufaylidan ba'zi vitamin yoki mineral modda ko'plab yo'qolib, uning o'rnini kundalik yemekliklar orqali to'liqlash qiyin bo'lgan vaqtida, ya'ni bizningki badanimizdan yo'qolib ketgan vitamin va mineral moddalarning miqdori o'zimiz yemekliklardan ega bo'lgan vitamin va mineral moddalarning miqdoridan ishib ketgan vaqtida, ya'ni yemeklik uni to'liq yamagan vaqtida anandan keyin uningga qo'shimcha qilib vitamin dorilari yoki mineral moddadan yo'silgan dorilarni iste'mol qilsak bo'ladi. To'rtinchisi, turmush sharoiti tufaylidan har xil yemekliklarni tekshir iste'mol qilish fursati va imkoniyati bo'lmaganlar, mayli iqtisodiy sababdan bo'lsin va yoki yashagan sharoitdan, masalan, tog' chigirlarda xizmat qiladigan u yerda har xil yemekliklarni yeyish fursati bo'lmagan yoki iqtisodiy sababdan ma'lum yemekliklarni sotib olish kuchi bo'lmaganlar u vaqtida shu iste'mol qilish imkoniyati bo'lmagan yemekliklar tarkibida mo'l bo'ladigan vitaminlarni dori orqali iste'mol qilsa bo'ladi. Beshinchisi, alayda tomoq tanlaydigan va ba'zi yemekliklarni faqat iste'mol qilmaydiganlar ahvolga qarab kam bo'lish ehtimoli bo'lgan vitaminni to'liqlasa bo'ladi. Buningdan boshqa ahvol ostida bir sog'lom odam tomoq tanlamaydigan, har xil tomoqlarni iste'mol qilish imkoniyati bo'lgan odamlarning vitamin dorilarini iste'mol qilishning faqatla zaruriyati yo'q. Chunki biz badanimiz ehtiyojli bo'lgan vitaminlarni va mineral moddalarni shu kundalik normal iste'mol qilgan yemekliklardan yetarli erisha olamiz. Uning
üstiga yana qo'shimcha qilib dorilarni yeyish yolg'iz pul isrofchiligi bo'lib qolmasdan, balki badanniki xizmat yukini ig'irlivetishi, hatto badanimizga ba'zi ziyonlarni ilib kelishi mumkin. Bugungi bu vitamin dorilari bizni sog'lom qila olamdi degan leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Hammanglarga Allohdan salomatlik tilayman. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.